Assalomu alaykum Shohlagiz kanali obunachilari. Aynan sizlarni e'tiboringizga bugun o'sha kommentariyada eng ko'p dispetcherlardan sizlar tomonidan so'ralgan savollar, kelib tushgan savollarni bugun o'zimizning kompaniyamizda real haqiqiy dispetcherlardan so'rab sizlarga bu savollarga javob olib berishni nima deydi o'zimga shu narsani qilishni xohladim va bugun videoda eng ko'p tushgan savollarni ro'yxatini tuzganmiz va bularni bitta-bitta har bir dispetcherimizdan so'rab sizlarga javoblarini bilib beramiz. Qani ketdi. Assalomu alaykum. Xormay, yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Rahmat. Bir ikkita savollarimiz bor. Qarang, sizni mana shu ish faoliyatingizda biror bir broker bilan qiyin konfliktli vaziyat bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, o'sha vaziyatdan qanaqa chiqib chiqqansiz? Bo'lgan shunaqa bitta vaziyat. Worldwide Logistics degan brokerdan Cleveland, Tennesseedan Pensilvaniyaga boradigan yuk olganman. Driver pikapga, ya'ni yukka olishga kech qolgan. Broker bo'lsa bizga ishonmagan. Ya'ni driveringga bundan oldingi yukini tugatmagan, ya'ni empty bo'lmagan driverga yuk olgansan deb bizani ayblagan. Lekin yuk olganimizda driver empty bo'lgan. Chunki yo'lda trafik bo'lgani hisobiga pikapga kech qolgan. Oxiri driver bilan brokerga conference call qilib ikkalasini gaplashtirib vaziyatdan chiqib ketganmiz. Shunda broker keyin ishonganmi? Broker ishongan, pikapdagi yuklovchilarni biz uchun 1 soat 2 soat hold qilib turgan. Qarang, yana bitta savol. Driver bilan ham kelishmovchilik yoki janjal holatlari bo'lganmi mana shu ish faoliyatingizda? Driverlar bilan bo'lgan, haligacha bo'lib turadi. Driverlar to'g'risi hammasi ham ular marketni yaxshi tushunishmaydi. Masalan, biz qimmatroq yuk olib market pastroq joyga borganida, u yerdan arzonroq yuk offer qilganimizda driver u narsani tushunmaydi. Bizdan qimmatroq yuk so'rab turishadi. Lekin ular bilmaydiki, bu shtatga ular qimmatroq yuk bilan kelgan. Lekin chiqib ketsa arzonroq yuk bilan chiqib ketish kerak. Demak, har doim narxi baland bo'lsa bo'ldi ularga. Ha, har doim ular hamma shtatdan qimmat yuk kutishadi bizdan har doim. Lekin bozor unaqa emas. Lekin bozor unaqa emas. Tushunarli. Umuman olganda dispetcherlikni boshqalarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Tavsiya qilaman. O'zini ustida ishlagan, ingliz tilini yaxshi biladigan, o'sish xohlagan, tezroq o'sish xohlagan yoshlarga tavsiya qilaman. Kimlardan dispetcher chiqmaydi? Stressga bardosh bera olmaydigan odamlar, sabr qila olmaydigan odamlar deb o'ylayman. Chunki bu ishda juda katta sabr kerak baribir. Sabr kerak. Stress ko'p, a? Stress ko'p. Tushunarli. Rahmat. Yaxshilik. Rahmat. James, qalaysiz? Tuzumsiz? Yaxshi, zo'r. James bu rekruterlikdan dispetcherlikka o'tgan, o'shaning uchun oldiga keldim. Aynan shu savollarni so'rash uchun sizga savollarim bor bir ikkita. Ishlar o'zi qanaqa ketyapti? Ishlar bo'ladi, juda bizimiz, stressful, everyday shunaqa. Dispetcherlik qanaqa ekan o'zi? Kutganimdan sal qiyinroq ekan. Rekruter bilan taqqoslaganda qaysi biri osonroq, qaysi biri qiyin? Recruiting still qiyinroq deb o'ylayman, chunki sales, dispatchda responsibility sal ko'proq ekan. Ya'ni har bitta driver grossni chiqarib berishingiz kerak, bu majburiyatingiz sizni. Mana shu narsa sizga ko'proq bosim berar ekan. Ko'proq bosim katta. Lekin eplayapsizmi? Bilmayman, endi o'rgatyaptilar, harakat qilyapman. Menimcha bemalol eplab ketasiz, xudo xolisa. Qarang, bir ikkita savollar bor sizga. Kuniga mana dispetcher bo'lib necha soat ishlayapsiz? 7-8 soat. Faqat ish bo'ladi lekin. Chalg'ishga imkon yo'q. 7-8 soat. 7-8 soat o'tirib ishlash kerak, to'g'rimi? O'zi bo'sh vaqtingiz bormi sizda? 24/7 o'zi bo'shman. Harakat qilyapman ko'proq vaqt sarflashga shunga. Lekin 7-8 soat ham yetadi demoqchiman. Dam olish kunlari bo'ladimi yoki doimiy ish rejimidamisiz? Dam olish kunlaringiz bo'ladimi? Dam olish kunlar bo'ladi. Saturday Sunday juda bir ready drivers bo'lmasa ishlash shart emas aslida. Bemalolroq bo'ladi. bemalol. Demak, dam olish kunlarida. Bemalol. 24 soatga yaqin kompyuter oldida ishlagan kuningiz bo'ldimi? 24 soat emas, bir taxminan 13-14 soat. Maksimum shuncha ishladingiz, to'g'rimi? Kompyuter oldida. Maksimum. Zo'r, gap yo'q. Menimcha xudo xolisa dispetcherlikni ham eplab ketasiz. Xohlasa maksimum. Omadingiz bersin. Rahmat katta aka. Yaxshi. Rahmat Sho'g'ir aka. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Salomlar, yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qalay ketyapti ishlar? Yaxshi, zo'r. Endi sizni bezda qilamiz. Bir ikkita savollarimiz bor. Hali bizlarni kuzatib turgan tomoshabinlarga qiziq ekan. Sizni kasbingiz dispetcherlik. Ishni endi boshlaganingizda eng qiyin bo'lgan jihati nima bo'lgan? Nima sizda eng qiynalgansiz mana shu boshlaganingizda? Boshida eng qiyini to'g'ri planning qilish. Driver haftasiga shu noto'g'ri planning qilib qo'yishingiz driver yo'qotishga olib keladi ko'pincha. O'shanga boshida planning to'g'ri qilish problema bo'lgan. Tushunarli. Ingliz tili sizni ishingizda qanchalik muhim? Ingliz tili muhim, chunki bu yerda broker driver bilan ko'pincha connectionda bo'lasiz. Muloqotingiz qancha yaxshi bo'lsa, yuk olish reytini ham oshirish mumkin. Driverlarni olib qolish, driverlarga yuk o'tkazishdan oson bo'ladi. Tushunarli.
odamlar ko'p aytadi-yu, logistika zo'r, mazza, sizlar dollarda pul topasizlar deb. Odamlar o'ylagandekki, bu sohada pul topish osonmi yoki yo'q, unaqa emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Logistikada boshida qiyin bo'ladi hammaga. Birinchidan vaqti bizani anaqa O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi, kech qo'nishlik. Ikkinchisi stress. Lekin undan keyin уже 1 yil, 2 yil opit olganingizdan keyin уже bu yog'i smooth ketadi ko'pincha. Lekin puliga arziydimi? Puliga arziydi. Sizningcha daromad uchun stressga chidashga arziydimi yoki yo'qmi? Arziydi. O'zbekiston sharoitida logistika top ishlardan bittasi deb o'ylayman. Zo'r, gap yo'q. Rahmat. Charchamang, yaxshi ishlang. Rahmat. Bu ko'rayotganingizdek, realli ishlayotgan dispetcherlardan biz ularning fikrini olyapmiz. Bu oson emas, ko'rayotganingizdek falon so'm pul topish bu juda ham qiyin. Ya'ni bu dispetcherlarning qiladigan ishi juda ham stress. Ya'ni mas'uliyat har doim yelkasida turadi. Haftani yopadi, keyingi haftaga o'tadi. Yana mas'uliyati bo'ladi. Shuning uchun bu yerda faqatgina necha pul topishidan emas, u qanaqangi stressga chidamli bo'lishi, qanaqangi jarayonlarda turmasdan 7, 8, 9 soatlar o'tirib ishlashlarini ham inobatga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun dispetcherlarga oson emas. Xormay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qilis, charchamayapsizmi? Sog' salomatmisiz? Yaxshilayapsizmi? Shukr, ha, zo'r ketyapti. Bir ikkita savollarimiz bor, qarshi Aha, bo'lmasangiz. bemalol. Ko'pchilik tomoshabinlarga qiziq ekan. Bir kun ichida, mana shu ish kuningiz ichida butunlay hamma narsa o'xshamagan, teskari ketgan holat bo'lganmi? Planingizdek ketmayapti, teskari kuningiz bo'ladi-yu. Menimcha har 3 oyda bir bo'ladi shunaqasi. Yo'q-a? Har 3 oyda bir bo'ladi. Ko'pincha hafta oxiri jumaga to'g'ri kelib qoladi shu kunlar. Ish orqaga ketsa, juma kuni как second chance уже yo'q deb. Bizada shanbada ko'p joy ishlamaydi, juma ish tugatish kerak. Demak, Shuning uchun- juma kuni siz oxirgi yukingizni olishingiz kerak, shu Ha, bilan haftani dushanbagacha yopish kerak. Shuning uchun juma kuni bo'ladigan mana shunaqa holatlar ko'p bo'ladi, ayniqsa juma kuni. Lekin har 3-4 oyda bo'ladi unaqa narsa. Sizni mana shu dispetcherlik ishingiz hayotingizga qanaqangi ta'sir ko'rsatadi? Pozitiv, negativ farqi yo'q. Faqat pozitiv. Pozitiv nima ma'noda? Chunki masalan ishdan kechasi chiqamiz, soat 2 da. Hamma ko'rishadigan odamlarimiz ham logist bo'ladi. Ular ham ishdan shunaqa payt chiqadi. Shuning uchun odamlar bilan общий язык topib ketish, общий tema topib ketish juda ham oson. Shu logistika orqasidan juda ko'p sferada, logistikani o'zida ham ancha tanish bilish orttirganman-da. Uylanganmiz? Yo'q hali. Ha, Xudo hali xohlasa uylanmagansiz. O'z savolim, oilangizga ham vaqt ajrata olasizmi demoqchi edim, lekin nima deb o'ylaysiz kelajakda, misol uchun uylansangiz, mana oila qursangiz, bemalol logistikada ishlab turib, dispetcherlik qilib turib, oilaga vaqt ajratsa bo'ladimi yo'q? bemalol. Masalan, po fakti misol qilib aytadigan bo'lsam, soat 2 da ishdan chiqsangiz, soat 3 da borib uxlasangiz, 10 da tursangiz, 6-7 soat vaqtingiz borda ishgacha. Ishgacha. Bemalol uydagilar bilan vaqt o'tkazib, Demak, uyda eplasa ro'zg'or bo'ladi, to'g'rimi? qilib, eplasa bo'ladi. Xohishdan hamma narsa. Asabiylik yoki stress darajasi oshganini, o'zingizda oshib ketganini sezganmisiz shu ishda? Ishga kirganingizdan keyin, oldingi bilan taqqoslagan. Boshida 1 yilda sezganman, lekin o'sha payt menga ustozim aytgan edi, что agar asab prям pikka chiqib ketayotgan bo'lsa, buni sababi opit, experience kamligidan degan edi. 3-4 yil o'zim ishladim, shu уже 4-yilim bo'lsa sohada, keyinchalik tushundim, что bu vaqti bilan, ya'ni opit bilan keladigan narsa. 4 yilda stressga bardosh berish уже oshadi. O'sha payt bemalol stressdan ham spokойно ishlay olasiz. Necha yil bo'ldi mana shu Общий 5 yil bo'ldi. Xo'p, 5 yil oldingi o'zingiz bilan hozirgini o'rtasida qanaqa farqi bor deb o'ylaysiz? Eng katta farq bu o'ziga bo'lgan ishonch. Aha. U vaqt bilan o'zgargan. Ikkinchisi stressga bardosh berish. Boshida ozgina kichkina problemalarga ham ancha asab ketgan ish payti. Uchinchisi menimcha ish o'zimga vaqtdan keyin yoqishni boshlagandan keyin hozir ishimdan zavq olaman, o'zim maza qilib ishlayman. Boshida unaqa narsa yo'q edi. Bu narsa vaqt bilan kelgan. Bo'ldi, rahmat kattakon. sog' Yaxshi ishlang, charchamang. Rahmat kattakon, charchamaysiz ham. Rahmat. Siz ham dispetcher bo'ldi. Savollarimiz bor. Ozgina qarshi bo'lmasangiz. Xo'p. Qarang, agar yana boshidan boshlash imkoniyati bo'lsa, nimani boshqacha qilgan bo'lardingiz? Ya'ni sohangizda mana dispetcher emas, boshqasiga o'tgan bo'larmidingiz? Updater deylik, recruiter, accounting yoki yana shu dispetcherlikni tanlagan bo'larmidingiz? Dispetcher tanlagan bo'lardim, faqat vaqtliroq tanlagan bo'lardim. Yo'q-a? Vaqtliroq boshlagan bo'lardim. Nima kech boshlaganmiz? 23 yoshimda boshlaganman-da. Aha. 3 yil bo'ldi, 23 yoshim. Bu nima deb o'ylaysiz? Dispetcherlikni boshlash necha yoshdan boshlash to'g'ri deb o'ylaysiz? 19-20 yoshdan boshlash menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Eplab keta oladi deb o'ylaysizmi? Eplab Bemalol, ketadi. O'zimizda ham bor shunaqa yoshda dispetcherlar. Bemalol eplaydi. Dispetcherlikni boshlash uchun nima deb o'ylaysiz? Diplom muhimmi, kerakmi, kerak emasmi? Yo'q, diplom muhim emas. Communication endi institut o'qigan bo'lsa yordam beradi, chunki institut o'qigan odam baribir yaxshi chiqishib ketadi odamlar bilan. Ko'p
muloqotda bo'lgan bo'ladi. Yangi boshlayotganlar uchun eng muhim bitta maslahat bering desam, nima maslahat bergan bo'lardingiz? Bir dona maslahat. Qo'rqmasdan boshish kerak. Zo'r. Sizningcha bu kasb kimlar uchun mos emas? Dispetcherlik kimlarga mos emas deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda shu sog'lig'ida muammo bo'lgan odamlarga, chunki biz kechqurun ishlaymiz. Keyin o'sha stressga bardoshi bo'lmagan odamlarga mos emas. Keyin boshqa odamlar bilan chiqishib ketolmaydigan. Chunki driver bilan kak o'rtoqda gaplashish kerak, yaxshi chiqish kerak. Tushunarli. Xo'p, qarang, hozir aynan nima bilan bandsiz? Nima qilyapsiz hozir? Ish jarayoningiz bizga ozgina tushuntirib bering. Ikkita trakim bor. Bittasi South Carolinada. O'sha driverga yuk qarayapman, iloji boricha Westga qarayapman yuk. Chunki Fridayga, weekendga West Saturday bo'lsa yaxshiroq yuklar chiqadi Kaliforniyada. Keyin Sacramentoda trakim bor. Bunga ham yuk qarayapman. Hozircha shu ikkita empty trakim bor edi. Tushunarli. Demak, yuk qaryapsiz, to'g'rimi? Shu paytgacha ish jarayoningizga qisqacha tushuntirib bera olasizmi? O'zi bugungi mana qilgan ishingizni, bugun keldingiz, ishingizni nimadan boshladingiz va hozirgacha bo'lgan ish jarayoningizni qisqacha qilib tushuntirib bera olasizmi? Nimalar qildingiz? Hop, bugun keldim. Bitta driverimga pre-book olgan edim. Shu driverimni to'liq RC tashlab bermagan edi hali. Aha. O'sha to'liq RC'sini tashlatqizib oldim. Bugun kechga pick-up. RC bu Redcon, to'g'rimi? Yes. Redcon. Redcon Formationda Marylanddan Texasga 3400 ga olgan edim. Keyin shuni tashlatqizib oldim. Keyin Coloradoda trakim bor. Colorado juda dead marketi. Birinchi bo'lib shuni cover qildim. Buni cover qilib bo'ldingiz, yuk olib bo'ldingiz. Coloradodan El Paso Texasga oldim. Shu 620 maylga 1200 ga. Keyin shu pre-book oldim yana bitta. Fridayga bo'lgan driverim bor edi. Oregon ham ded. Oregonda yuk oldim. Keyin hozircha shu Kaliforniya, South Carolina. Ikkitasiga yuk qaryapsiz, to'g'rimi? Zo'r. Qoyalar yuki bor yoki endi ready bo'ladi. Bitta Las Vegasga bugun kechroq ready bo'ladi. Bunga ham qarab turibman. Tushunarli. Bugun qarang, stress bo'yicha, misol uchun aytaylik, 1 dan 10 gacha stress ishdagi shkala desak, bugungi kuningiz qanaqa o'tyapti? Necha stressda o'tyapti? Bugun 10 ballida olsa, 1 dan 10 gacha olsa. 3. Demak, bu normal holat, har kunlik. Demak, bugun stress yo'q unaqa. Yo'q, unaqa yo'q. Bugun seshanba bo'lganigami? Bu juma, dushanba kunlari stress ko'proq bo'ladi. Chunki haftani yopish kerak bo'ladi. Haftani yopish kerak, haftani boshlash kerak bo'ladi. Tushunarli. Rahmat kattakon. Ishlaringiz omadini bersin. Charchamang. Salomat bo'ling. Ko'rdinglar, dispetcherlar bilan muloqot qildik. Ularning asosiy muammosi hozirgi kunda vaqt yo'qligi, ya'ni stress ko'pligi, ishlarning ko'pisini ko'rgan bo'lsanglar, hammasini qo'lda qilib o'tirishdi. Hozirgi zamonda o'sha zamon o'zgaryapti. Biznesdagi hamma jarayonlar o'zgaryapti. Shuning uchun hamma narsa o'sha AI-lashyapti. Shuning uchun mana Oybek AI bo'yicha mutaxassis, IT kompaniya, Abstract IT kompaniyasining asoschisi, founder hisoblanadi va Oybek aynan logistika sohasi uchun juda ham zo'r ishni qilgan. Ya'ni Clarvio, to'g'rimi? Clarvio AI yaratgansiz. O'zingiz aytib bering. Menimcha hammaga qiziq bo'ladi sizni. Ya'ni nima qila oladi? Masalan, dispetcherlarga qanaqa yordam bera oladi? Mana hozir ko'ramiz. Hamma biznes egalari o'zlariga AI agentlar yaratishyapti. Xuddi shunaqa logistikada ham har bir mutaxassis uchun o'zi AI agent yaratilishi kerak. Ularni ko'p busy work kuni bo'yi ular defense modda ishlashadi. Uni attack modga o'tishga yordamlashamiz. Qanday qilib desangiz, AI agentlar ularni har kuni qiladigan repetitive worklarni qilib beradi va attack modga o'tish uchun nima yechimlar kerak bo'lsa yordam beradi. Demak, shunda men kundalik qilib yuradigan ishlarimni AI agentga topshirib, o'zim bemalol kofe ichib o'tirsam bo'ladi. Tushunadi. Yotib ishlasa ham bo'ladi, lekin maqsadimiz ularning efficiency'sini oshirish. Ya'ni har kuni ularni ko'p vaqtini, energiyasini oladigan ishlarni avtomatlashtirib AI agent bilan. Va bu intellekt, bu oddiygina automation emas, haqiqiy intellekt doim edge case'larni o'zi tushunib, to'g'irlab, ya'ni rivojlanib ketaveradi. Zo'r, вообще zo'r. Biz ham bularni Clarviosini hozir o'rnatganmiz va agentlarni ham sekin-sekin top managementdan boshlab o'rnatib kelyapmiz. Juda ham o'zgarishlar katta va yechimlarni qo'shib borishyapti. Xudo xolisa, men o'ylaymanki, kelajakda bu polniy AI ga o'tadi. Endi bitta savol sizga. AIlar, o'sha AI agentlar ishchilar o'rnini bosa oladimi, bosa olmaydimi? Zo'r savol, juda ham aktual savol. To'laqonli bosa olmaydi. Lekin xuddi dasturlashda junior, ya'ni kuchsiz mutaxassislarning o'rnini bemalol bosa oladi. Faqatgina ekspertlar o'z o'rnida qolib, qaytaga ular ekspertlar yana ham daromad oshishni boshlaydi. Chunki ular bitta ekspert 10 talab mutaxassislarning ishini bajarishni boshlaydi. Ertaga dispetcherlarning ham shu orqali daromadi oshishi mumkin-da, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni productivityni oshiradi. Misol uchun aytaylik, hozir 10 ta driverga qarayotgan bo'lsa, X amount pul topayotgan bo'lsa, ertaga sizni AI'ingizni ishlatish orqali, agentlaringizni ishlatish orqali ular
15-20 tagacha kuchi yetadi, to'g'rimi? xuddi shunday, xuddi shunday. Ya'ni o'zini to'siqlari bor. Odam baribir 8 soat kuniga fokus qilib ishlovsa, ertaga AI yordamida xuddi o'sha efficiency work'i 8 soatdan oshadi. Siz agentlar necha soat ishlayoladi? 24 soat. Oo, 7 kun. Anaqa so'ramaydi, oddiy so'ramaydi. Oddiy so'ramaydi, call and check qilmaydi, Zo'r. oylik oshishni so'ramaydi. Zo'r, gap yo'q. Hammaga men o'zim logistika kompaniyasini asoschisi sifatida mana Klaviyo'ni o'zimiz ham ishlatyapmiz va juda ham tavsiya qilgan bo'lardim. Kim oldinroq innovatsiya tarafiga o'tsa, o'sha yutadi. Kim qolib ketsa, ertaga tushuna olmay qoladi. Bu zamonda hozir nimalar bo'layotganligini tushuna olmay ancha orqada qolib ketadi. Shuning uchun o'rtoqlar, kimga Oybekning xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, AI lashtirmoqchi bo'lsa, AI agentlar uстановка qilmoqchi bo'lsa, Klaviyo'dan foydalanmoqchi bo'lsa, Oybekga murojaat qilinglar. Uni kontaktlarini qoldirib ketaman. Bu do'stona, haqiqiy mijoz sifatidagi berayotgan odzifim va bemalol foydalansanglar bo'ladi. O'zingizlar logistika biznesinglarni keyingi bosqichga olib chiqsanglar bo'ladi. O'zim ham owner sifatida, ya'ni kompaniyaning egasi sifatida ko'plab uchrashuvlar bo'ladi, boshqa narsalar bo'ladi. Har doim ham ofisga kelib o'tirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozir men o'zimga ham mana AI agent yasab bergan, AI agentim bor. Shunga xohlagan taskimni, ya'ni vazifamni mana shuni qilib qo'ygin desam, meni kompyuterim pastdan o'rnatib berishgan, shuna kompyuterdan kirib o'zi qilib qo'yadi. Yana bu agent keyinchalik Shoh aka doim repetitive worklari bo'lsa, отдельный agent yaratadi. U agent чтобы har kuni u ishni eslatib o'zlariga so'rab qildirishi. Juda ham zo'r ekan va to'g'risi juda ham vaqtimni tejadim, ancha tejadim. 70-80% ga tejadim hozircha mana shu bitta agent evaziga. Shuning uchun hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Da. Keyin biz asosan logistika sohasiga kirganimiz, oxirgi yil davomida logistikada ishlaganimiz uchun, asosan logistikada tushunganimiz uchun ancha tezroq va efficient, ya'ni foydaliroq bo'ladi deb o'ylayman. Zo'r. Gap yo'q. Rahmat Oybek. Sizga rahmat. Ishonch uchun.